hormanglar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan mana ekraningizda ko'rib turgan mana shu animatsiyani noldan qanaqa tayyorlanishini ko'rib chiqamiz. Umuman olganda unaqa qiyin emas. Bemalol hamma qila oladigan darajada noldan ko'rsataman. Xo'p, birinchi bu yerda qilib oladigan ishimiz mana noise o'chirib turaydi. Tektugi bilan mana. Bu yerda birinchi qilib oladigan ishimiz orqaga solid tashlaymiz. Yangi kompozitsiya ochamiz. Xo'p, 2160 38 40 buni Reels motion deb yozib qo'yaman. Motion bu yerdan 25 fps. Bizga 8 sekund kerak bo'lar ekan xolos. Biz 0.9 qilib qo'yamiz, bo'ldi. Biz orqa fonga oq solid tashlaymiz birinchi o'rinda. Oq solid tashlab turib, bu yerda mana birinchi o'rinda mana bu Asror akani ketma-ket rasmlar chiqadi-ku, o'sha narsani yasab olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz alohida yana bitta kompozitsiya ochib olamiz. Faqat bu yerda 3000 ga 3000 qilamiz. Buni Asror aka rasm deb qo'yaman. Bu yerda 9 sekund turadi. Okey. Endi bu yerda men bundoq qilaman. Rektangl belgilab olaman. Bu yerda men rektangl belgilagandan keyin men buni filini ochib qo'yaman. Keyin shift bilan bundoq bosib turib ana qilsam, mishkani sursam, mana shunaqa hamma yoqqa burchak, to'rtburchak chiqarib beradi. Endi xo'p, bunga ozgina razmerini o'zgartiramiz. Buni 1400, ya'ni 1400. Mana buni ozgina ko'tarib qo'yamiz shu 1600 larga. Keyin mana bundan roundnessni ozgina ko'paytirib qo'yamiz. Примерно 100 larga. 100 larga. Bo'ldi, chotki. Bittasi rang qilib olaman. Mana bu yerda mana bunaqa turibdi. Bizda ham mana shunaqa qilib turish kerak. Bizda 115 bo'la qolsin, bo'ldi işte. Endi qaranglar. Bu yerga endi Asror akaning rasmlarini olib kirishim kerak bo'ladi. Mana bu yerdan alohida o'zlarining Instagram postlaridan olganman, shu qilishgan. Mana shuni shunday tashlab olaman. Ustiga tashlayman, kattalashtiraman, ya'ni mana buni chetidan chiqib turish kerak. Mana bunday kattalashtirdim, uje mana chiqdi. 160 qilsam bo'lar ekan. Ikkinchisini tashlayman. Ikkinchisi ham 160 mi? 160. Da. Короче, hammasini tashlab turib, mana. Hop. Bunday qilib, buni uchinchisini 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. Bularning hammasini scale'ini ushlab turib 160 qilib qo'yaman. Bo'ldi. Chotki. Bunday qilib turib. Endi buni mana bitta motion tool mana bunaqa bor. Plugin bor. 1, 2, 3, 4, 5 ta tashlaymiz. Sizlarda yo'q bo'lsa, men bor uzrli. Mana bunaqa qo'lda tashlab chiqsanglar bo'ladi, ya'ni mana bunaqa qilib tashlab chiqsanglar bo'ladi. Mana bu nima qilib beradi? Mana bunaqa ketma-ket kadrlarni, ya'ni rasmlarni ketma-ketlikda qo'yib beradi. Buni men ozgina yana sekinlashtirishim kerak. Da, endi yaxshi. Bu yerda 1, 2, 3, 7 ta frameda tashlayotgan ekan. Bitta tashlaymiz, ya'ni Ctrl Shift, mana qaranglar, Ctrl Shift yonga kursor bilan mana bitta tashladim. Endi xuddi holatda mana bu kelgan holatda bitta tashlaymiz. Tashlagandan keyin orqaga 3 marta qaytamiz Ctrl o'zi bilan. 1, 2, 3 bo'ldi. Mana shu yerga hamma rasmni dublikat qilib, tepaga chiqarib, rasmni sariq qilamiz. Mana bu yerga cho'zib qo'yamiz. Ya'ni yana qaytadan rang aylanadi mana. Rasmlar aylanadi, to есть. Rasmlar aylanaveradi. Xuddi shunaqa holat, ya'ni bitta tashlaymiz Ctrl Shift, Ctrl o'zi bilan 3 marta orqaga qaytamiz. 1, 2, 3. Mana shuni copy qilib olamiz, tepaga chiqaramiz. Bu yerdan red qilib qo'ysak bo'ladi, okey. Mana yana shunaqa qaytarilaveradi, mana qaytarilaveradi. Bo'ldi, menimcha mana shuncha yetadi deb o'ylayman. Если что yetmay qoladigan bo'lsa, yana ko'paytirib yuboramiz. Buni hammasini ushlab oldim men. Rasmlarni Ctrl Shift ruscha S prekomp qiladi. Buni nomini rasm deb yozib qo'yaman, bo'ldi. Keyin buni bitta pastga tushiraman. Bu yerda mana shape'im bor. Shape'imni alfamet qilaman. Agar sizlarda After versiyasi 2024-25 bo'ladigan bo'lsa, o'zi mana bunaqa alfamet yonida mana bunaqa narsasi bo'ladi. Bo'lmas. Mana bu yonida bo'ladi, adashmasam. Mana shuni просто ulab qo'ysanglar bo'ldi, ya'ni. Mana buni bundoq qilib turib, bundoq ulab qo'ysanglar bo'ldi. Yoki tepadagini pastgami, xullas men 2025 ishlatmayman. Hali ham 20 da qolib ketganman. 20 ni o'zida shunaqa narsalar qolman. Cho'sit qilib olaveringlar. Xo'p. Ozgina buni pastga tushiraman. Bu yerda mana hammasi bundaqa bo'lib ketadi. Endi buni yoniga men
Mana bu narsasini qo'yishim kerak. Buni hozir men ichidan ko'ray. Buni men 0 dan yasaganman. Sizlarning ishinglarni ancha tezlashtirishlik uchun men bu narsani har bittasini alohida footage qilib tashab qo'yaman. Pastda opsiyanida Google Drive yuklab qo'yganman. O'zi footage deb yozib qo'yganman. Footage yonida Google Drive linki bor. O'sha yerga kirib turib, footagedan foydalanib turib, bemalol o'sha mendagi narsa chiqarsanglar bo'ladi. Okay, rasmga ichiga kiraman mana. Ichiga kirganimdan keyin Asror aka, yo bu yoqdan anaqa ketgan, komprasam, yo bitta orqaga chiqamiz. Xo'p, bu yoqdan mana. Ya'ni mana bu narsa bo'lgan. Bir, bu mana. Mana shu narsalarni bitta kopiya qilib olaman. No, hatto agar bu narsani yasayman deydigan bo'lsanglar ham, unchalik qiyin emas. Mana. Unchalik qiyin emas. Prosta mana qilasizlar, hozir ko'rsataman. Mana shu narsani boshqatdan ko'rsatib ketib qo'ya qoling, no, ozgina cho'zmasdan. Qaranglar. Mana bunaqa rectangle tashlaysizlar, shift bilan ushlab turib, tashlaganingizdan keyin faqat mana buni ko'ringlar. Mana buni bo'ldi cho'tki. Hop, mana buni ozgina kichkinalashtiraman, ichidan kiraman. Ichidan mashina 115 qilib qo'yaman. No, slishkim kichkina emasmi? No, normalniy. Endi shuni yana ichiga kirib turib, mana roundness 30 qilaman. 30 qilib turib, xuddi shuni duplikat qilib turib, mana bundoq qilaman. Ya'ni bitta tashlayman. No, mashina bo'ladi. Yana bitta duplikat qilib, mana tepasiga chiqarib qo'yaman-da, alfabet qilib qo'yaman. Alfa invert qilib qo'yaman. Qani endi bu? Ha, mana. Mana bunaqa chiqadigan bo'lsa, mana bunaqa chiqib turadi, ya'ni ko'rasizlarmi? Tipi ana nimadir bor degandek. Mana bundan chiqarib qo'yasizlar, bo'ldi, все mana. Uje tayyor rasm bo'ladi. Endi mana shu narsalarni ajralib turish uchun sariq qilib olaman. Mana bunga ulab qo'yaman. Buni ozgina saksonga kichkinalashtirib qo'ysam, bo'ldi. Xuddi shu narsamiz tayyor. Xo'p, ozgina teparagini bundan ko'tarib qo'ying. Da, chotki bo'ladi. Endi xuddi shu rasmni bundoq qilaman. Bu yoqqa qaytaman, bu yoqqa tashlayman. Bu yoqqa tashlaganimdan keyin xuddi shu narsani duplikat qilib chiqishim kerak bo'ladi 3 xilga. Ya'ni buni 55 qilaman. Yonga qo'yaman. Duplikat, o'rtaga, duplikat, yonga. Yana bitta tashlayman. Bu yerdan yana bitta tashlayman. Umumiy ozgina kichkinalashtirib qo'yar ekanman. Shu 44 bo'libdi, shuni 42 qilib qo'ysamchi? No, normalmi? Da. Bu yerda ham slishkim kichkina bo'lib ketmaganmi? Bu yerdan faqat scale bilan kattalashyapti, o'shaning uchun sizlarga shunaqa ko'rinyapti. Da. Faqat ozgina 1 2 buni 1 2 buni umumiy ikkalasini, hammasini bitta ikkitaga, mana 43 qilar ekanmiz-da. Mana ozgina yonroq surib qo'yar ekanmiz. Buni ozgina yonroq surib qo'yamiz, bo'ldi, все. Endi xuddi shu narsani biz scale da mana bunaqa qilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir qarab turinglar. Scale da sekin kattalashib mana bunaqa kelyapti. Xuddi shu narsani yasab olishimiz kerak. Mana ikkala yonidagisiga o'rtasiga kerak emas, bizga position. Bo'ldi, все. 1 2 3 bunday tashlaymiz. Bunday qilamiz, orqaga qaytamiz. Bu pastga tushadi. Bunisi esa tepaga chiqadi. Bo'ldi, все. Endi o'rtadagisi scale bilan kichkinalashadi. Scale bunday bo'lyapti mana. 81, 82 mana. Hammasiga F9 beramiz, ushab turib, keyin ushlaymiz, keyin bunday cho'zib qo'ysam bo'ldi mana. Mana ko'rasizlar? Ya'ni bizda mana shunaqa holat bo'lyapti. Faqat men tepaga chiqarib qo'yaman, chunki orqasida qolib ketyapti. Ustida turish kerak bu mana. Bu yerda ham ustida turmagan ekan. Sorry. Eng pastga chiqarib qo'yar ekanman. No, o'rtasida turursin, ajralib. Mana xullas qaror shunaqa bo'lyapti mana. Endi ozgina tepaga ko'taraman. Ozgina tepaga ko'tarishim uchun biz alohida object ochib olishimiz kerak. Bunda ochib olaman. Bunga ulayman. Ulaganimdan keyin mana animatsiyasi qani? Mashinani orqa frame'ga 1 2 3 4 5 ta tashab turib, mashinga position beraman. Position bitta, ikkita, 3 ta bo'la qolsin, mayli. Keyin to'g'rilab olamiz. 1 2 3 jonimda qolmadi, 3. Sorry, asujdayu. Hop, bunday qilamiz. Bunga F9 yoqamiz. Bunday qilamiz. Bunday qilamiz. Bo'ldi, все. Bu yerda mana bunday bo'lyapti. Mana bunday.
bitta orqadagi, ya'ni Ctrl Shift bitta orqaga tashlab turib, bundan surib qo'yar ekanman mana. Da, chotki mana, chotki. Endi xuddi shu joyga mana bu yerga tekstimizni yoza olishimiz kerak bo'ladi. Asror Iskandarov dilib. What the fuck? Text Asror aka bo'ldi. Xo'p, bu yerga endi men mana bunaqa alohida rectangle, yo'q, вообще-то men rectangle o'zini qirralisini tanlab olishim kerak. Ozgina ko'k rang ishlataman. Keyin bunday chizib olaman. O'rtaga to'g'rilayman. Keyin esa pastdan ozgina to'g'rilab qo'yishim kerak bo'ladi. Mana 18:00. Buni esa 300. Bitta tekst yozib tekshirib ko'ramiz. Asror Iskandarov bo'ldi. Xuddi shuni men buni bold qilaman. O'rtaga to'g'rilayman. Ozgina kattalashtiraman. No, taksi edi bo'ladi. Chu. Endi xuddi shu joyiga men opacity-sini bir 25 qilaman. Alohida yana bitta bizga endi xuddi shu rangga kopiya qilib olamiz-da. Bizga anaqa kerak emas, fil kerak emas, bizga stroke o'zi kerak bo'ladi. Ctrl V qilib turib tashlayman rangini. Endi men bu yerdan rangini chizib olishim kerak bo'ladi. Rangini demayman. Meni mana shu turgan joyidan chizib olib voy, tilimga maza qilaman-da. Xullas mana chizib oldim. Buni ozgina kattalashtiraman, примерно shu 20larga kattalashtirganimdan keyin buni anchor pointini o'rtaga, keyin bunga dumaloq chizaman. Dumaloq buni mana buni ustiga bosib turib bundoq qilaman. Mana ko'rasizlar? Ya'ni buni o'rtasida turishi kerak mana bunaqa bo'lib. Qani? Slashkim kichkina emasmi? Bu yerda qanaqa edi? U bo'ladi, faqat buni ichiga anaqa qilib qo'yaylik. Ellipse space. Bundoq qilamiz. Короче, mana 25 ellipse space ozgina tepaga ko'tarib qo'yamiz. Menimcha normalda, chotki. Endi xuddi shuni bundoq qilib turib mashinani bitta dublikat qilaman, bitta null object ochaman. Dublikat qilganimni bunga ulab turib, buni rotationini 180 qiladigan bo'lsam, minus 180 qiladigan bo'lsam, joyiga tushadi. Mana sizlarga qichchu life hack. Mana bunaqa tortib o'tirmaysizlar, mana bunaqa qilib, просто null object o'laysizlar, 180 minus, все bo'ldi. Xo'p, bu yerda mana. Bu o'zimizga mana. Endi buni bitta animatsiyasini qilib oladigan bo'lsak, все. Easy. Mana buni animate composer anaqasidan tayyor shamollarda mana buni tanlab qo'yaman. 1 2 3 bo'ldi, все. Davotda Asror Iskandarov 1 2 ikkita yetar ekan. Mana orqasidagi rectangle-imizni anchor point-ini yonga to'g'rilab olamiz. S bosamiz. Keyframe beramiz. Biz mana linkini anaqa o'chirib qo'yishimiz kerak. Bitta ikkita tashlayman. Keyframe beraman, orqaga qaytaman. Buni 0 qilsam, mana shu joydan qaytadi yana. Ko'rasizlar? F9 qilaman. Mana buni ozgina grafikasini to'g'rilab qo'yaman, bo'ldi. Mana bunaqa bo'ldi, ko'rasizlar? Asror Iskandarov bo'ldi. Endi buni bitta mana buni animatsiyasini qiladigan bo'lsam, bo'ldi, все. Endi faqat mana buni bitta position-ni ham to'g'rilab qo'yishim kerak. Position bitta ikkita tashab turib, bundoq qilaman, orqaga qaytaman. Buni boshiga qaytaramiz. Ya'ni mana shu yerga qaytaramiz. Mana bunga F9. Keyframe-ni mana bunday o'ynatib qo'yaman. Keyin bunga biz opacity ham berishimiz kerak. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ta mana 5 ta yetadi. Xo'p. Buni 0 qilamiz. Bunga F9 tipi mana bunaqa bo'ladi, ko'rasizlar? Hop. Buni animatsiyasi ozgina bizda jo'ski, o'ta darajada jo'ski, ozgina bittaga cho'zib qo'yaylik. Mana. Bo'ladi. Mana buni ham ozgina cho'zib qo'yamiz. Bo'ldi, chotki, qichu. Endi xuddi shuni mana bu tegisini animatsiya qilsam bo'ldi. Buni tepadan bundoq, qani tepasidan bundoq qilaman-da, scale-da bundoq turib, bitta ikkita tashlayman. Bitta ikkita tashlab turib, mana buni 0 qilib qo'yaman. Mana buni F9 bundoq qilsam bo'ldi. Keyin mana bularning hammasini
Mana bu o'zi. Mana bu hammasini bitta, ikkita, 3 taga cho'zib qo'yaman. Yo, 5 taga cho'zib qo'ya qoling. Вообще bittaga cho'zsam-chi. Qani? Mana bo'ladi chotki. Bunda bo'ti. Qichu. Hop. Asrorskani. Endi xuddi shuni bundoq qilib bu yerga tashlaymiz mana o'zimizning kompimizga. Ushlab turib bundoq tashlaymiz. Tashlagandan keyin bundoq qilamiz. Bo'ldi, vse. Bizda ko'kimiz ozgina to'q bo'lib ketib qopti. Mana bu buni rangini ozgina ochroq qilamiz. Примерно как примеру copy. Endi buni Ctrl V qilaman. Orqadigini ham Ctrl V qilib qo'yaman, bo'ldi. Buni ham Ctrl V. Endi bitta ko'raylik-chi. Naborot ozgina to'qroq bo'lgan ekan. Orqaga qaytaraylik-chi. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Bo'ldi. Ko'payib ketib qoldi. Mana shudan rangini olib qo'ysam-chi, короче, bunday qilaman. Bunda bosaman. Bo'ldi. Chopildi rang. Bo'ldi. Qayt o'zim rang bergan, qanaqa rang berganim o'zim eslolmayman. Mayli. Yoshlar baxtli bo'lsin. Bo'ldi. Chotki. Mana. Faqat orqasidagi opacity-imiz ozgina tushib ketib qopti. Xo'p, qani. Mana shuni 50 qilib ko'raylik-chi. Yaxshi niyatda. Momo. Xo'p. Okey. Mana buni ozgina kattalashtiraman. Mana bu burchagi bilan teng qilyapman tekstlarni. Ozgina pastroqga tushiraman. O'zi bu yerda qanaqa edi? Ayo, вообще o'rtada turgan ekani pastda. 80 qilaman. Bo'ldi. Endi qaranglar. Xuddi shuni, mana bu nolimiz tepaga chiqib ketuvdi-ku, o'shani tugash qismiga, ya'ni mana bu tugash qismi bor, tugash qismiga ulayman-da. Mana shuni men endi pastdan chiqarishim kerak bo'ladi. Mana bu yerdan pastdan chiqqan mana. Bunday bo'lib chiqqan mana. Mana bo'lganda mana bo'ldi chotki. Faqat biz ozgina tepaga surib qo'yishimiz kerak. Ozgina tepaga surib qo'yib, umumiy past, mana nurli pastga tushirib qo'yishim kerak. Bo'ldi chotki. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana tuxa. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana bunaqa ajralib chiqadi. Mana pastga tushib ketadi. Mana bunaqa ajraladi. Videoga aylanishi kerak bu narsa. Buning uchun biz mana Asror skanner chiqdi. Примерно bitta, ikkita tashlaymiz. Bo'ladi. Endi xuddi shuni mana bu tekstimizni position opacity beramiz. Bitta, ikkita, 3 ta beramiz. Pastga tushirib yuboramiz. Как к примеру, mana shunaqa qattan ruschani o'rganib oldim. Ruschanari harfini bilmayman. Mayli. Mana bunday qilamiz, buni bunday qilamiz. Mana pastga tushib ketadi. Slishkim pastga tushib ketmasin. Ozgina pastroqga tushsin. Mana. Okey. Endi xuddi shunaqa payti biz mana bu Asror akalarni animatsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Botdan biz faqat o'rtadagisiga position scale beramiz. Scale position beramiz. Ikkala mana bu yonidagisiga positionni o'zi bilan chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 mana. Bunday qilaman. Chunki bu yerda chiqib ketgan mana. Mana bu yerdan chiqib ketgan, o'rtadagisi qolgan kattalashib. Mana. O'rtadagisi oldin mana bular chiqib ketsin. Buni chiqarib yuboraylik. Surbotdan. Endi mana buni ozgina kattalashtiramiz. Примерно 95 ga. Mayli, 100 bo'la qolsin. Bo'lmadi. Mana shu bo'la qolsin qani? Hop. Понял. Unaqa kattalashtirib olmagan ekanman ham. Примерно shu 85 bo'la qolsa, mayli. 87 bo'lib qoldi. 85 bo'ldi. Bularni F9 grafikasiga kiraman, ushlayman. Ozgina buni bundoq qilib qo'yaman. Bo'ldi. Keyin bundoq bo'ladi.
Mana mashinaqa bo'layotgan payti qaranglar endi. Bu yerda men imенно mashina o'zini alohida mendaqa kattalashtirganman. Ko'rgan bo'lsanglar, rasmiy ham o'zgaryapti. Unaqa qilishim uchun men bu o'rtasi sariq qo'ygan boya ana ajratib qo'y dedim-ku, o'sha narsa menga plyusga ishladi. Bunday qilaman. Reveal Compose, ya'ni Reveal Layer Reveal Layer Source in Project. Короче, mashinasi bo'ldi. Mashinasini duplikat qilaman. Asror akani proyektiga olib borib duplikat qildim. Mana rasm 2 bo'ldi. Alt bilan olib kiraman, bosib turib olib kiraman. Endi buni ichidagi любой narsani o'chirib qo'yadigan bo'lsam, mana bu yerdan ko'rinmaydi, ko'rasizlar? Bu yerda ta'sir qilish kerak, lekin ta'sir qilmadi. Buni alt bilan olib kirib oldim. Ctrl Z qilaman, bo'ldi. Endi qaranglar, bu yerda Asror akani videolarini olib kirib olishim kerak bo'ladi. Mana Asror akani videolarini tayyor olib kirib olganman. Xo'p, men buni opacity bilan o'chirib olishim kerak oldin. Qayerdan o'chirib? Mana text X qilib turaylik mana. Uni bosamiz. Примерно, bu yerdan kattalashgandan keyin ozgina, bo'ldi, okey. Bitta 1 2 3 4 5 ta mana shu yerdan mana. Mana shu yerdan bunday qilamiz. Mana shu yerdan opacity o'chish kerak. Mana bu opacity o'chadi. Bitta tashlaymiz. O'chadi opacity. Mana bu tepa degan qilamiz, o'chadi. O'chgandan keyin biz mana bu yerdan Asror akaning videolarini olib kirib olishimiz kerak. Bunday qilib ustiga tashab ozgina scaling kattalashtirib примерно 195 ga mana pastiga maska berganimizdan duplikat qilamiz dedi. Tepaga chiqarib turib buni maska qilib qo'yamiz. Mana kesildi. Endi xuddi shu joydan mana bu videoga opacity beraman. Bitta tashlayman. 1 2 3 4 5 ta qilaman. Bunday qilaman. Orqaga qaytaman. 0 qilaman. F9 qilaman. Mana buni ichiga kiraman. Mana size ichiga kirdim, bo'ldi. Mana shu yerda endi bitta 2 ta 1 2 3 4 5 ta mana. 2,5 ta anaqa tashadim. Kadr frame tashadim shift bilan. Endi mana shu yerdan qaranglar. Mana buni ozgina kattalashtirishim kerak. Slishkam katta bo'lib ketmasligi ham kerak. 19:00 menimcha normalmi yoki 2000 mi? 2000 mi? No, 2000 dan normal ekan. Bunday qilib ozgina bunday o'ynatib qo'yaman. Okey. Ya'ni sekin ko'tariladi. Mana sekin ko'tariladi. Bu yerda mana bunday bo'ladi. Bunday bo'ldi. Asror Iskandarov. Mana ko'rasizlar? Ko'rdinglar? Mana bu yerda ko'rayotganingizda orqada ozgina mana bunaqa narsa ko'rinib qolgan. Bu narsani hozir fix qilib ketishimiz kerak, yo'qmasam o'sha videomizni ancha xunuk qilib qo'yadi. Uning uchun men videoning opacity'sini olaman. Ozgina bunday qilaman. Bo'ldi, vse. Mana ozgina bunday bo'ladi, keyin opacity bo'ladi, keyin mana bunday tepaga chiqadi mana. Ko'rasizlar? Mana. No, примерно bitta o'tgandan keyin o'sha tayyor bo'ladi. 1 2 3 4 5 ta orqaga qaytaylik, bo'ldi. Yetadi mana shu. Bo'ldi, chotki. Endi qaranglar. Bitta tashlagandan keyin qilsamchi? Yo'q, normalda. Normalda. Endi qaranglar, bu yerdan qiladigan ishimiz, mana buni ovozini o'chirib qo'ying. Bo'ldi. Bu yerdan qiladigan ishimiz bunday bo'ladi. Keyin orqa fon qorayadi, mana bunaqa narsa chizuvcha chiziladi. Mana. Xo'p. Birinchi orqa fonni qora qilib olaylik. Mana orqa solid bunday qilamiz, ushlaymiz. Mana. Mana bunday bo'ldi. 1 2 3 4 5. Mana shunday bo'lgan paytda mana shu yerdan bitta bunga fil beraman. Buni qora qilaman, qatdan qora qilaman, oq qilaman, color bosaman. Bitta tashlayman. 1 2 3 4 5 ta Ctrl o'zi bilan. Keyin buni ozgina mana bunaqa to'qroq qo'yishim kerak bo'ladi. Qora emas, to'qroq. To'qroq qora. Mana. Bitta tashlasamchi qani? Okey, mana. Mana shu yerda endi mana bu nulimiz qani? Nulimiz bilan yonga surilishi kerak. 1 2 3 mana. Ozgina yonga suriladi. Bitta tashlaymiz. 1 2 3 bo'ldi.
Bunga F9 beramiz. Bunday qilamiz. So. Whoop. 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 Qani bu yerdan? Whoop. Ha, ozgina scale bilan ham kichkinalashgan ekan. Bunday bo'lgandan keyin scale bilan ozgina kichkinalashgan. Bunga scale ham berar ekanmiz. Bunday qilib scale ozgina. Orqadagilar ko'rinib qoldi. Orqadagilar ko'rinib qoldi. Nimaga? Chunki mana bu yerda davom etib ketgan anaqasi. Uzunligi. Mana shu yerdan kesib qo'yishim kerak. Bunga timer mapping yoqib qo'ysam bo'ldi. Xo'p, bu asroriga text asrorigini ham o'chirib qo'yishim kerak. Timer mapping kesib qo'yaman bo'ldi. Endi buni bunday qilaman. Bunday o'tib turib, mana uni kichkinalashtirsam hech balo qilmaydi. Mana uni 70 qilaman, ozgina yonroqqa surib qo'yaman. Ikkalasini ushlayman. F9. Bunday qilaman, bunday qilaman, bunday qilaman, bo'ldi. Mana bunday bo'ldi, bo'ldi, chotki. Buni ozgina sal mundoqroq qo'ysam, misol nur ustiga a'lo nur bo'lardi, bo'ldi, chotki. Mana. Mana. Bo'ldi, chotki. Endi buni grafikalarni o'zingizlar mana bu nima desam ekan, ana ekspert gaplariga bo'ladi-ku, o'shanga to'g'rilab olsanglar ancha yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, endi biz mana bunaqa uzun liniya chizishimiz kerak edi. Paplano chizib olamiz. 100%. Yes sir guys. Xo'p, bizga stroke kerak bo'ladi. Men uni boshlanish qismidan tugash qismigacha ushlab olaman. Keyin buni nolga ulab qo'yaman. Ulagandan keyin men uni round cam, ya'ni round join ozgina buni bunday qilaman. Mana bunday bo'ldi. Buni opacity'sini примерно shu 25 qilib qo'yaman. 25. Nima asroriga guladim, asroriga gulasam nimaga bo'lamdi? Azizdayu. Bo'ldi, chotki. Ozgina kattalashtiramiz buni. Razmeri bilan 2 xil bo'lib ketib qoldi. 2 3 4 5 ta mana bo'ldi, chotki. Hoppa. Buni opacity'sini 15 qilar ekanman. 10 qilsam ham bo'lar ekan. That's okay. Qani? Bunda bo'ldi. Okay. Mana. Imena mana mashodi, mana shu yerda anaqa bo'lish kerak. Qani u? Mana mashodi. Mana bundoq bo'lib tushish kerak. Uning uchun biz bundoq qilamiz, trim pass beramiz. Mana buni end start yoqamiz. Oxiriga borib turib bundoq qilaman. Orqaga qaytib turib, mana buni 0 qo'ysam bo'ldi. Bunga keyin F9 bundoq qilaman. Buni bundoq cho'zib qo'yaman, bo'ldi. Ya'ni bizda mana bunaqa narsa hosil bo'ldi. Endi bizda silishkim tez bo'lib ketib qoldi. Ozgina to'g'rilab qo'ymasak bo'lmaydi. Okay, bo'ldi. Bizda mana bunaqa bo'lib tushyapti. Mana ko'rasizlarmi? Asror Iskandarov bunday bo'lib turadi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa edi mana. Bunday bo'ldi. Bizda ham, bizda mana bunaqa tushyapti, bo'ldi. Xuddi shunaqa bo'lish kerak bizda ham. Bizda faqat anaqasi razmeri kichkina ko'rinyapti. Uning uchun mana Asror aka o'ziga kiraman-da. Mana uni kattalashtirganim mana shuni 2200 qiling. Ozgina uzunroq bo'lsin. Cho'zinchoq bo'lsin. Nima cho'zinchoq bo'lsin? Осуждаю. Menimcha to'g'ri bo'ldi. Hop, ana bo'ldi. Chotki. Endi biz bunga mavtdan tekst yozishimiz kerak, ya'ni mana bunaqa, bunday bo'lib turib, Asror aka qachon video chiqadi? Savol qilmadiganlarni. Осуждаю. Xo'p, mana shuni yasab olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni mana buni oldin rasmim kerak bo'ladi mana. Rasmimni bemalol profilimdan, Instagram profilimdan chopib olsanglar bo'ladi. Xo'p, qani endi rasmim? O'sha rasmimmi? Mana. Xo'p, bu yoqqa men rasmimni olib kiraman. Olib kirganimdan keyin ozgina kichkinlashtiraman. Shu примерно 40 larga kichkinalashtirib, 35 qilsa ham bo'lar ekan. Bu yerda silishkim kichkina, bu yerda silishkim kichkina ekan. Tem bo'li kichkina ekan. 25 qilamiz. Осуждаю. Bunday qilamiz.
Ozgina pastroq tushirib qo'yaman. Keyin biz endi mana bunaqa rasm, cho'zsa rasm, mana bunaqa tekst yasab olishimiz kerak bo'ladi. Alohida komp tekst deb yozaman. Xo'p. Round the rectangle ochib olaman. Bu yoqdan ko'k rangda turaveradi. Lekin bu yerdagi ko'k rangimiz boshqacha edi. Buni rangini hozir olib olishim kerak. Mana bundoq qilib turib, rangini ko'rib olinglar mana shu yerdan. Okay bosaman. Rangini copy paste qilaman. Round the rectangle tool. Bundoq qilaman. O'rtaga joylashtiraman. Joylashtirganimdan keyin buni 1500, mana buni esa 500 qilar ekanman. Keyin mana buni ozgina bundoq ko'paytirib qo'yaman, примерно 100 larga. Da mana shunaqa yaxshi. Xo'p, bu yerda qanaqa edi? Bu yerda ham xuddi shunaqa, faqat Asror aka yangi video qachon chiqadi deb yozishim kerak bo'ladi. Keyin o'shanga moslab turib anaqa qilaman. Men razmen to'g'rilayman. Bo'ldi, все. Mana uni paragrafdan bundoq turib, bundoq qilib o'rtaga joylashtirib, mana ko'rasizlar, tepasi ransasi ochib, o'shani to'g'rilab qo'yamiz. Mana buni to'g'ri qo'ysak bo'lar ekan. Bo'ldi, все. Endi buni animatsiyamizga juda ham oddiy. Mana buni berib qo'ysak ham, mana buni beramiz, ya'ni birinchisini. 1 2 3 4 ta. That's okay. Keyin Asror aka yangi video qachon chiqadi? Bo'ldi, okay. Bu yerda ham xuddi shunaqa chiqqan edi. Mana Asror aka yangi video qachon chiqadi? Faqat bunda bounce bo'lgan. Bounce-ni narida qo'ramiz mana. O'zimizning joyimizga o'tamiz mana. Tekstimizni olib kiramiz. Image bu yoqqa tashlaymiz. Image, rasm, anaqa tekst. Tekstimizni anchor point-ini Y bilan bosib turib, mana bu burchagiga moslab olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday. Mana shunaqa moslab turib, keyin mana buni tugash qismi, okay, shu yerda turibdi. Ozgina bundoq buni 85 qilaman. Ozgina yonroqqa suraman. Bu yerda qanaqa turibdi? Ozgina bu yerda turgan ekan. Okay, that's okay. Muammosiz. Ozgina bu yerdan bundoq qo'yamiz. Xo'p, okay. Mana buni nulimizni ozgina bu yoqqa suray. 1 2 3. Bo'ldi, chotki. Yana hayron qolib, nimaga bu yaqinlashib ketyapti? Bu mana tepada guduk turibdi, yaxshi ko'ramayapti ekranim. Okay, yangi video qachon chiqadi? Bunday bo'ldi. Mana shu yerdan 1 2 3 4 5 ta oldin. Mana shu ikkalasi bounce bo'lib chiqish kerak, ya'ni bounce bo'lish kerak, bounce. Faqat mana buni qaranglar. Mana bu tekstni mana pastga to'g'rilanmagan, mana shuni to'g'rilab qo'yishim kerak bo'ldi, to'g'riladi. Endi yana bosib turib, yana bosib turib, anchor point-ni mana burchaga bundoq to'g'rilab qo'yadigan bo'lsam, so chotka. Ujur yog'iga unaqa ko'p ish qolmadi. Mana bounce effektimiz qoldi. Bu botga biz expression tashlaymiz. Hozir sizlarga expressionni ko'rsatib o'taman. Opsiyada ham bo'ladi. Qaranglar, mana xullas men expression olib kirib oldim. Bularga scale beramiz. Expression tashlaymiz. Ctrl V mana bu expression. Endi bunaqa yozib o'tirmaysizlar, 100% umrlarni yarim o'tib ketadi. Men sizlarga tayyor tashlab qo'yaman opsiyasiga. Bitta tashlaymiz. Keyframe beramiz. Bunga F9 yoqamiz. Orqaga qaytamiz. Mana buni 0 qilamiz. Buni ham 0 qilamiz. Keyin qaranglar mana. Sekin chiqyapti. Tezroq chiqish uchun 1 2 3 oxiridan 3 ta frame orqaga surib qo'yamiz. Tekstimizda faqat sal kechroq chiqish kerak. Bitta, ikkita frameda. Mana, 3 ta frameda mana. Birinchi, ikkinchi chiqdi mana, bo'ldi. Bo'ldi, chotki mana. Mana bunaqa bo'ladi bizda shunda. Bunday bo'ladi. Okay. Asror aka yangi video qachon chiqadi? Bo'ldi, okay. Endi mana shu yerda, mana uni oxiridan kesib olaylik, ozgina. Kesib olgandan keyin mana yangi video qachon chiqadi. Mana shu yerda reaksiya bosilishi kerak. Ya'ni bu yerda men reaksiya bostirganman. Mana bundan reaksiya bosiladi. Mana
tepadan bunday pastga tushgan reaksiya bosiladi. Uni olish uchun mana bu yerdan alohida fire mana emoji mana bunaqa emoji olib kirib olganman. Bemalol o'sha footage'imdan foydalansanglar bo'ladi. Hop, okey. Endi bizni mana alohida kompensatsiya olishimiz kerak. Buni fire deb yozaman, ya'ni hozirgi reaksiya. Hop, emojini olib kirib olamiz. Sizlarga zo'r life hack o'rgataman. Короче, mana buni ko'pchilik kesilib qoladi-yu, duplikat mana buni bundoq qiladi-yu. Mana shunaqa qilmasligilarni hozir oldini olaman. Qaranglar. Mana bu emojini bosasizlar, mishkani chapi. Mana interpret footage kirasizlar. Mana bu yerda mana loop bir turadi. Mana shuni 10 qilib qo'ysanglar, cho'ziladi. Bundoq qilsanglar mana qayta bo'laveradi. Okey. Endi shuni bitta biz ellips tashlaymiz, bundoq qilamiz, o'rtaga joylashtiramiz. Orqaga qo'yamiz buni, bundoq qilamiz. Voy, mana tezlikni ko'rasizlar, bunaqa tezlik yo'q hali. Asujdayu. Mana buni ozgina oqroq qilamiz. Ocharibroq. Mana buni ozgina scale'ni kichkinlashtiraman. Shu примерно 85 ga menimcha 80 qilganim yaxshi ekan. Bo'ldi, okey. Endi mana bu emojimiz tepadan tushishi kerak. Tepadan scale bilan bitta, ikkita, uchta, yo, ikkita bo'ladi. Scale ozgina kattalashadi, 130 ga tepadan tushadi bu. Mana tepadan tushadi bo'ldi. F9 bundoq qilamiz. Buni positioniga boyiga keyframe Ctrl V qo'yarsa, ya'ni ana expression Ctrl V qo'yarsa, qaranglar endi. Scale ham Ctrl V mana. Naborot ekan, uzr, to'xtanglar. Bitta tashlaymiz, bundoq qilamiz. Mana F9 qo'yib qo'yamiz bo'ldi. Mana ko'rasizlarmi? Ozgina o'ynayapti. 1 2 3 ta orqaga qaytarib qo'yadigan bo'lsak, yana ham o'ynaydi mana. Ko'rasizlarmi mana? Ping mana. Bo'ldi, endi xuddi shuni bundoq qilamiz. Fire ustiga tashlaymiz, bundoq qilamiz. Faqat orqa fon ozgina yana ochroq bo'lishi kerak ekan. No, примерно da shunaqa. No, da bo'ladi. Chotki bo'ldi. Qichu. Endi xuddi shunga bundoq qilib turib, bundoq qilamiz, tepaga chiqamiz. Mana bundoq qilib qo'yamiz. Keyin buni qachon yangi video chiqadi, buni bundoq cho'zib qo'yamiz. Scale bundoq qilamiz. 1 2 3 4 5 ta tashlaymiz, bundoq qilamiz. Orqaga qaytamiz, buni 0 qilamiz. Alt bilan bosamiz, expression tashlaymiz, bo'ldi. Shuna bizda mana vup, mana mashinaga reaksiya bosiladi. Qichu. Bu yerdan ko'radigan bo'lsak, ya bu o'zimniki, ya bu oldingi qilgan o'zimniki, bu ham o'zimniki, nargisi ham o'zimniki. Короче, hammasi o'zimniki. Okey. Asror Iskandarov bundoq qilib, yangi video qachon chiqadi? Reaksiya bosildi. Mana. Reaksiya bosildi. Mana shu yerda. Yangi video qachon chiqadi? Mana. Biz ozgina kechroq qilib qo'yishimiz kerak bo'ldi mana. Srazi reaksiya. Srazi ana asl yozishini anaqada kutib turdim degan narsa bo'lib qolmasin. Reaksiya qo'yildi. Uje mana shu yerdan yana bitta 0 ochamiz. Mana bu tekstda, mana bu imageda, mana bu 0 da bunga ulab qo'yamiz. Ulagandan keyin mana bu yerdan kesib qo'yaylik. Xuddi shu joydan position bo'lishi kerak bizda. 1 2 3 mana bo'ldi. Endi buni tepaga chiqaramiz. Ya'ni bizda endi Asror aka yozishlari kerak bo'ladi. Okey, bundoq qilamiz, bo'ldi, vse. Mana. Bunda reaksiya qo'yildi. Mana o'sha 7 1 2 3 4 5 ta. Mana shu yerdan boshlar ekan mana. Mana shu yerdan mana reaksiya bosildi. Keyin Asror akaning rasmlari chiqishi kerak bo'ladi. Uning uchun bu yerda men Asror akaning rasmlari qani edi? Mana. Asror akaning rasmlarini kopiya qilib oldim. Endi bu yerga o'zimga bundoq qilib Ctrl V qilib tashlayman. Bu yerda turibdi Asror akaning yuzlari. Xo'p, buni bundoq qilaman. Ozgina bu yonga cho'zib qo'yaman. Ozgina bundoqroq qilib turib, endi mana bu yerga xuddi anaqamni tekstni duplikat qilib, reveal qilib, duplikat qilib alt bilan olib kiraman. Tezor, nima bu yerga kirib ketyapti. Fire kerak emas bizga. Mana bundan tez orada chiqadi.
Tez orada chiqadi. Tez orada chiqadi emas, tez orada deb qo'yaylik, bo'ldi. Bo'ldi, chotki. Endi xuddi shuni ozgina kichkinalashtiramiz. Buni 8 yo 780 qilamiz. 770 qilsak ham bo'ladi. Buni 200 qilamiz. Bo'ldi mana. Ya 225 215 buni 8 qilar ekanmiz. Bo'ldi, chotki mana. Faqat buni rangini ozgina o'zgartirib qo'yishimiz kerak. No, например, shunaqaroqga. Qani? Da, bo'ladi, chotki. Endi buni anchor point ushlab turib, bu yoqqa men burchagiga moslab qo'yaman, o'zini belgilab olaman. Mana bunda burchagiga moslab turib, ozgina kattalashtirib qo'yishim kerak. Asror akaning pastlari qatib turibdi mashinamda. Aniqlashtirib olib, oldingisi shu turgan ekan. Mashina pastroq ozgina cho'zib qo'yaylik-da. Mana bu rasm tekstimni ham nom qilib. Okey. Men buni ozgina kattalashtiraman. Примерно shu 115 ga bo'ldi. Qani? Asror akaning rasmlari bu yerdan chiqqandan keyin bu yerga ham cho'zib qo'yishimiz kerak. Mana. Faqat Asror akani biz ulamamiz. Короче, men buni ulab qo'yaman, bo'ldi mana. Hop. Tez orada. Faqat bu scale silishga yana ham kattaroq bo'lishi kerak. 150 mi? Ya, bilmadim. Ozgina mundoq qilib bo'ldi, shu. Mashina qilib ketvorsak bo'ladi, bo'ldi mana. Mundoq qilib tez orada. Voy, ertaga yozib bo'ladi-yu, ichiga kiraylik, qani. Ya rasm emas, tekstimiz qani. Tez orada. Bitta ikkita bo'ldi, shu. Mana. Yaqinlashtirib qo'yaman. Tez orada. Bitta, 1 2 3 4 5 ta. Tez yozilish kerak. Tez orada. Bo'ldi, chotki. Mana. Bitta ko'rib oladigan bo'lsa, bundoq qilib, bunda alohida olib kira olaman. Keyin buni ustiga bitta noise tashiyman. Noise, xilasi auto tashiyman. Squared buni 15 qilaman. Mana buni esa 10 qilaman. Bo'ldi, shu. Bu ozgina videoni ochib beradi noise mana. Mana bundoq qilib, Asror Iskandarov bundoq kattalashadi, bundoq bo'ladi. Asror aka yangi video qachon chiqadi? Reaksiya bosildi, tez orada. Bo'ldi, shu. Ya, bu yerda ham, ya'ni oldingi videoyingizni xuddi shunaqa edi. Yangi video qachon chiqadi? Tez orada. Bo'ldi, shu. Bu yerda endi rang ozgina boshqacharoq ekan. Bizda mana biz skelamiz ozgina katta bo'lib ketib qoldi. O'shani hozir fix qilib ketamiz. Ya'ni skelamiz ana 150 emas, 125 qilib ko'raylik. Qani? Da, normalniy, mashina normalniy bo'ldi. Xullas, animatsiyamiz shundan iborat edi. Sog' bo'linglar, charchamanglar, keyingi darsda ko'rishguncha. Aytgancha to'xtanglar. Oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga addish rahmat kattakon. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin.